Kamariga agar Bobur Abdulaziz urushsa, azaka. Oladimi? Oladi. Oladi. Boburjonga ishonamiz. Boburjonga ishonamiz. BMF kamarini Odilxon zaysasi ham qilolmadi, ololmadi ham. Odilxon urusholmadi ham. Odilxon oldin moldi kalti bo'lsa ham sal harakat qilardi. Bu safar bile polapon to'g'ib qopdi. Odilxon bile Boburjon Abdulazizga bering endi BMF kamarini o'sha Boburjon ushab oladi 100%. Kamil endi o'ladi agar Bobur bilan urushadigan bo'lsa, hayotda urusholmaydi Kamil karate. Sekin topshirish bo'lsam bo'laveradi. Ha, chap qo'lida uradi. Boburjon chap qo'lida uradi. Nima deysizlar? Bobur Abdulaziz kamarni olishga loyiqmi, yo noloyiqmi? Bitta kommentga yozib ketinglar. Menimcha loyiq. Menimcha loyiq. Shuning uchun BMF kamarini beringlar bu bola. Bo'lmasam o'zim bilet qo'llaringizni chuvoraman bilan hammalaringni. Men dvornilik qilyapman hozir mana.